Assalomu alaykum. Urganch metan servis obunachilari. Bugun 9-sentyabr. Bugungi servisimizda ishlar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Nov mashina nov qo'yiladi. Bu основной propan. Ko'p qo'yilib turibdi. 4-5 mashinamiz propan, 2 mashinamiz metan. Trekker 2 avtomobilni naqqanmiz. 1-2lik turbina avtomobil. 3 dona 30 litrlik bilan xudo xolasa metan uстановка. Podkapot qismini xudo xolasa full komplektatsiyalarda оборудованияларni uстановка qilib beramiz. Turbina avtomobillari ichki оборудование tushadi bo'lsa, spesialniy o'zining komplektatsiyasi bilan xudo xolasa uстановкаларni qilib beramiz. Svem avtomobillari paket ekan. Shot spravka. Klientimiz постоянный klient, avvaldan keladi. Avtomobilimizda propan zapas yana ondan 61 litrlik bilan xudo xolasa turetskiy balonlar bilan uстановкаларni qilib beramiz. Avtomobilimiz ham turbina motor oladi. GDI sistema, MPI sistemalar bor bilan bu MPI sistema motor ekan, 100% gazni o'zida yuridan xil. Hali bu mashinamizni endi xudo xolasa kechrak boshlaymiz. Podkapot qismali ishlar boshlangan yo'q, xudo xolasa kechrak 1-4 ishlar ekan boshlaymiz. Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa propan uстановка qilib berdik buni. Full komplektatsiyalarda Yevropa gaz brendasida ishlab chiqarilgan bulardan bilan uстановка qilindi. Rail 2 o'mli injektorlar italyanskiy variant bo'ladi. Hech chiqarmaslik uchun hamma vaqtida pog'onli shalonkalardan foydalanganmiz. Filtrlar qo'yilgan обязательно. Nordic italyanskiy reduktorlar bilan uстановка qilingan. Kompyuterga keladisak, spesialniy atmosferniy mashinalar uchun ishlab chiqarilgan оборудованияларdan birisi Basico 24/4lik kompyuterlar bilan uстановка qilingan. Tak, jak грузовой avtomobilimiz. Buna 2 dan 65 litrlik propan bilan 2 ham başına arayanlar birini, bu yanlar birini 2 dan 65 litrlik propan podkapot qismi 4-paketlarni uстановка qilinib turibdi. Jetour X70 Plus GDI sistema motor 1.6 zapaskalarni tushirdi. Talabalarni bular 61 litrlik, 72 litrliklar bilan uстановка qilsa bo'ladi. Klientimiz 61 litrlik bilan uстановка qilib bering dedi. Podkapot qismini Yevropa gaz brendasida ishlab chiqarilgan oborudaniyalar bilan xudo xolasa uстановкаларni endi boshladik. Tak, xullas galaverasida servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi. Qisqacha tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Hali probeklar nelarni aytmoqman, videolarni kuzatib tursangiz, xudo xolasa har qaysi mashinalar adden qo'yib, necha kilometr yurishi, necha so'm bilan bo'lishi hammasini tushuntirib o'tamiz. Narx-navolar bo'yicha pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Galaverasida bemalol.